tadbirkorlik jarayonida bo'layotgan inson sifatida qanday islohotlarni yana bo'lishini xohlagan bo'lardi yoki avval yo'q bo'lgan, hozir mavjud bo'lgan islohotlar haqida gapirib o'tsak, keyin bularga shu savol bilan murojaat qilgan bo'lardim. Juda yaxshi savol bo'ldi. Mana shu savolingizdan kelib chiqib fursatdan foydalangan holda ko'p tadbirkorlarimizdan murojaat tushyapti. Kichkina tadbirkorlar ham, katta tadbirkorlar ham bular juda ham yaxshi biladi. 1 yil mobaynida 1 milliardgacha oborot qilish. Bu narsa 10 yil mobaynida takrorlanib kelyapti. Mana shu aylanmani 1 milliard emas, 4 milliardmi yo 5 milliardmi? Chunki men tadbirkor bo'lib o'zimdan kelib chiqib nima qilaman? Men 1 yilda men 1 milliarddan oshib ketaman. 12% soliq o'tib ketish uchun. Foydangiz bu yo aylanmami? 1 yil mobaynida 1 milliardgacha men daromad qiladigan bo'lsam, aylanmadan 4% soliq to'layman. Agar 1 milliarddan oshib ketadigan bo'lsam, endi solig'iga o'tib ketib qolishi mumkin. Shu sababli shuni orqasidan ko'p tadbirkorlarimiz topayotgan daromadini bekitadi. Bu degani kuniga 2 million 700 ming so'mdan ortiq savdo qiladigan bo'lsa, endesga o'tib ketib qolishi mumkin. Shu narsa ko'p tadbirkorlarimizni qiynab kelyapti. 4 milliardmi, 5 milliardmi, yo qanaqadir tarif bo'lishi kerak. 1 milliardlik bo'ladigan bo'lsa, aylanmadan 1%, 2 milliardga o'tadigan bo'lsa, aylanmadan 2%, 3 milliard bo'lsa 3%. Tarif bo'yicha o'zini xohishi bilan endesga o'taman deb yozma ravishda bersa, unda boshqa. Menga misol uchun endesli aylanma kerak emas. Demak, bu siz taklifingiz. Bu meni taklifim va barcha tadbirkorlarning taklifi. Mana shu masala qiynayapti hozir. Rahmat, ochiq aytgancha, endi hukumat tomonidan qilib berilgan avval yo'q bo'lgan, bugun mavjud bo'lgan islohotlar, ya'ni yengilliklar haqida ham gaplashaylik. Siz tadbirkor, sizga mana shu qulay bo'ldi va qaysidir muammolaringizni yechdi. Elektron tizimga o'tildi. Pul o'tkazmalar yo'li bilan savdo qilyapmiz va daromadimizdan oldin 4% to'layotgan bo'lsak, mana hozirgi kunda biz 1% to'lab kelyapmiz. Mana shunaqa yengilliklar bo'lyapti va asl mahsulotni bemalol ajrata olyapmiz. Oldin asl mahsulotni ajrata olmasdik. Asl mahsulotni ajratish uchun markirovka, bilsangiz to'rtburchak QR kodga o'xshagan nakleyka bor. Ana o'sha mahsulotni iste'molchi olgandan keyin o'sha narsa bo'lmadimi, talab qiladi asl mahsulot. Mana shu narsalar bo'lyaptiki, yengilliklar va savdoyimizda ham bemalol erkin tarzda savdo qilishimiz mumkin. Mana shu narsalar tadbirkorlarga yaxshi. Qisqacha bir fikr berib ketishdan xohlagan bo'lardim. Endi boshlayotgan tadbirkorlarga birlamchi va eng to'g'ri maslahatinglar. Qisqacha, marhamat. Birlamchi eng to'g'ri maslahat ishlab chiqaradigan sohasini, bozorni o'rganishi, qabul qilinayotgan normativ hujjatlarni o'rganib chiqishi yoki aynan shu yo'nalish bo'yicha faoliyat yuritadigan o'zini tanishlarimi, yaqinlarimi, tajribaga ega bo'lgan insonlardan maslahat olishi, komandani to'g'ri tuza bilishi, o'zini komandasini va albatta agarda moliyaviy resursi mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha boyga aytganimizdek investorni tanlashda yoki ma'lum bir sohada bankdan kredit olishda foiz stavkalariga e'tibor berish kerak bo'ladi. Chunki bu hammasi bevosita risk bilan bog'liq holat. Mana shu narsalarni e'tiborga olish kerak va albatta bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Ishlab chiqaruvchi ishlab chiqarishni boshladi, u bir zumda boyib ketmaydi. Ma'lum bir davr kerak, vaqt kerak bo'ladi. Bozorni egallashi, bozorda o'ziga yarasha avtoritetga ega bo'lishi, tovarini sifat darajasida, xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha ham xuddi shunaqa servis xizmati yo'nalishida mana shularni hammasini inobatga olish kerak bo'ladi. Rahmat. Siz xulosangiz. Bularning fikrlariga men ham qo'shilaman. Albatta, birinchi o'rinda tajriba bo'lishi kerak, bilim saviya bo'lishi kerak. Ming puli bo'lgan taqdirda ham agar bilim saviya bo'lmasa, biznes g'oya bo'lmasa, u tadbirkorlik bilan shug'ullana olmaydi. Boshqalarda pul bor, g'oya yo'q, bilim saviya yo'q, biznes reja yo'q. Shuning uchun birinchi o'rinda bilim o'rganish kerak, meni fikrim. Tushunarli. Yo'l qoidalari inspektori meni to'xtatganda har doim menga yoqadigan bir yoqimli so'z bor. Oq yo'l, yaxshi yetib oling. Hamma hujjatlarim joyida bo'lgandan keyin shunday bo'ladi. Menimcha, bularni xulosasi o'rnida to'ldirib o'tishim kerak bo'lgan narsa, hamma biznes sohasidagi qaysi yo'nalishda bo'lishingizdan qat'iy nazar, yuqorida aytib o'tganlaridek huquqiy bilimni orttiring va halollikdan qochmang. Shunda menimcha hammasi yo'lingiz oq bo'ladi. Yoshlar kanali rostdan ayting tok-shousi edi. Yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.